Endi bu hayot, o'lim haq. Meni ham otam rahmatli bo'lib ketganlar. Sizga nima kamchiligingiz bo'lsa, men qilib Qiz bazmi? Bo'ldi, hech qanaqa masala. Shu yerda 12-da men qizimni uzatyapman bu yerda. Qiz bazm qilishimiz kerak. Tushundingmi? Sizning ham telefon nomerim bor sizda. To'g'rimi? O'zimga to'g'ridan-to'g'ri o'zimga telefon qilib aytasiz. Shuncha xona, shuncha kvadrat metr parda qilish kerak ekan, shuncha pul bo'lar ekan. Tushundingmi? Qiz bazmi? O'sha uyda bo'lsa ham. Qiz bazmini ham qilamiz. Nima qilish kerak? Qiz bazmiga. Nechta o'rtog'ingiz keladi? 15tacha. 15 ta. Bo'ldi, hech qanaqa masala. Jahongir. Va alaykum assalom. Qara, men hozir mustaqillikdaman. Senga hozir yoshlar yetakchisi chiqadi, xonadonni aytadi. Shu yerda 12-da men qizimni uzatyapman bu yerda. Qiz bazm qilishimiz kerak. Tushundingmi? Butun hamma kolonka, hamma operatorlaring bilan hamma artistlarni kelsin. Kechki payt soat nechiga? 5-6larga. 18:00 da boshlanish kerak. Men o'zim kelaman o'tga qiz bazm. Tushundingmi? Masala mezon bo'ladi. Faqat bu bir so'lna kirat qilib, bir chetiga so'lna kirat qilsang, chiroyli qilib, o'tirib yeb-ichib ham o'yin kulgi qilib. Ha qizim? Bo'ladimi shunaqa qilsak? Ha, bo'ladi. Bo'ldi. Yana nima? Bo'ldimi? Endi bu hayot, o'lim haq. Meni ham otam rahmatli bo'lib ketganlar, misol uchun. Shuning uchun otam yo'q deb, bir ko'nglingiz bo'lsa, yoki bo'lmasa nimadir kamchilik bo'lar ekan to'yimda deb o'ylamang. Biz mana prezidentimiz bor, hammamizga otalik qiladi. Kelishdiki, biz ham shu yerda prezident qo'ygan men vakilman. Sizga nima kamchiligingiz bo'lsa, men qilib beraman. Tamam. Neler? Mana biz Hoji aka bilan biz to'y boshi bo'lamiz. Rais, men va xohlasa xizmat qilamiz.